Taksi agregatdan foydalanadigan hurmatli mijozlar. Taksi chaqirayotganingizda, bundoq qattiq turganingizni bilib, ostanovka bor ekan, magazin bor ekan, dom bor ekan deb bilib chaqirsanglar bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bundoq lokatsiyani to'g'irlab, chorrahani o'rtasiga qo'yib qo'yadi. Qatga kela ajdani bosib oldingiz deydi. Men qatga hech qayerga borib ajdani bosmayman. Siz qo'ygan joyga kelganimdan keyin keldimmi bosaman. Meni ko'ryapsizmi deydi telefon qilib. Qatdan sizni ko'raman. Sizni guldirginozdek oyijamolingizni menga ko'rsatmaydi. O'tda menga faqat ko'chani nomi, uyi nomerini ko'rsatadi. U sizga ko'rsattirgan bajaram bilan mashinaning nomerini, modelini. Keyin mana shu 12 ming, 15 minglik yuradi-da, mana shu bir it o'lgan soy ko'chani ichiga kiradi yoki bir kvartal o'rtasiga bir magazin yo'q joyga beradi, 200 ming pul beradi. Va baraka topkur, shuni o'tirganda 15 minglik bo'lar ekan, 12 minglik bo'lar ekan, mana 200 ming, menda mayda bo'ladimi deb bir og'iz aytsa bo'ladi-yu. Keyin taksi chaqirganda, taksi chaqirdi degani u sizlarning ota-bobolardan qolgan mashinani bitta shofir meni keldi degani emas. Shu mashinaga o'tirib oladi-da, shu boshlanadi. Sigaret chakaman, oynani ochib ket, oynani tushirib ket, sidinani yotqizib ket, turg'izib ket, yo'lda aptekaga qarab ket, ana magazinga qarab ket. Men yo'lga qarayman, aptekaga qarayman, navigatorga qarayman, qayerga qaray? O'sha ana o'zi normalniy odamlar. Shu mashinaga taksi chaqirdi, bir irg'ishlab hunari chiqadi. Bu bunaqa hunarmandlar acha ko'p. Mana shu videoni taksilardan foydalanadigan odamlar tashab qo'yinglar. Taksi okalar joyiga urdimmi? Hali bu boshlanishi bundan zo'rlari hali oldinda. Joninglar sog' bo'lsin, biz ham kuzatishda davom eting.